Ağamız umuman motosikl minmagan, только velik haydaganlar birinchi o'tirishlari. Endi hozir xudo xolasa 1 minut ichida profi aytib chiqarishga harakat etamiz. Keyin dim tez o'rganish uchun muftni bosamiz, bosing muftni. Muftni bosamiz, rulni do'g'lang, oyoqni oling. Oyoqni ujinda oyoqdan olamiz. Motosikl oyoqini olamiz. Hoppa, bo'ldi. Endi muftni yuvarmang. Muftni chala bir urin. Muftni yuvarmang. Pasa bir uriladi. Ha, bir urildi. Endi muftni chala yuvarasiz, gaz bosmaysiz. Uchun esa hozir birinchi o'jitda muftni mototsiklni chustutishni o'rganamiz. Muftni chala yuvarasiz, o'zi ketaveradi. Qo'rqmang, samay qolmang. Eng muhimi qo'rqmaslik kerak. Bo'ldi, o'zi ketdi. O'chirmang. Ha, yarim ushlasansizlar, mototsikl o'chmaydi. Ko'rdingizmi? Gaz bosish shart emas. Yalnız samay yiqilib tushmaysiz, davay. O'sha yerdan rezka aylaning. Yiqilmaysiz. Davay, yalnız samay. Gördünüz ayak urib berasiz. Gördünüz necha yetmaysiz. Ayakni tutsangiz yetmaydi. Tushundingizmi endi? Davay, yana aylaning. Ha, bo'ladimi? Iloji boricha oldin tormozini bosmanglar. Agar birinchi o'tirishlaringiz bo'lsa, orqa tormozni bosib, o'sha harakat etinglar. Uchun esa oldin tormozni bossangizlar, o'yatib qarish mumkin-da oldin. Keyin o'sha bir oylardan keyin o'rganib ketgandan keyin oldin tormoz, orqa tormoz o'sha shu sutayotgandan keyin bosib to'xtab, haydab qaytaverasiz. Yarim soat haydadilar, yarim soatning ichida necha ta o'rgandingizmi? Ajoyib zo'r. Yaxshi o'rgatuvchi bo'lsa, yarim soatning ichida emas, 20 minutda o'rgansan bo'ladi ekan. Kattaga rahmat. O'ylaganim oson ekan. Hoy, salomat bo'ling. Sizdan rahmat tanlovingizdan va katta rahmat. Kelaverasiz, shunday o'rganaman desangiz, xizmatingizdamiz. Sog' bo'ling, boy bo'ling, bitta like bosib qo'yasiz.